Ma vrachga taksiga qo'shilaman deb kelib turib, bizning oqsoqolimiz mana nima aytadi? Nasihat aytadi. Shu taksiga qo'shilganlarga yaxshi o'zi jamonba aytib qo'yingchi shu hozirgi so'zingizni. Qo'shilsam, yoshlarga to'la bo'lmaydi-da. Shuning uchun agar istayman desang, 40dan 45 yoshdan oyog'iga bo'ladi. Assalomu alaykum. Desangiz, Assalomu. siz 45dagi odam o'zining tirikligini o'ylab qo'ygan, bola chaqalarini o'qitib qo'ygan. Sen yosh bolalar hozir o'qish kerak-da. Zaman shunday o'ylab turmaydi-da, turadi. Ertaga diplomli yoshlar kerak bo'ladi. Sen o'ylab ko'r, sen tengtishlaring diplomli bo'lib, galstuklar chaqib, kostyum shundan ofisda o'tirsa, sen ne qilasan? Birga to'yda bo'lib qolasan, bir chayxonada bo'lib qolasan, просто o'zingni pas bo'lib qolasan-da. Bayağı gрамотный сөйлейді olsa, ол o'qigan-da. Gрамотный сөйлейді. Sen bo'lsa karbüratör bilan generatorni söyleysin, bana o'xshab. Men ondan boshqani bilmayman, karbüratörni bilaman, generatorni bilaman, tok bermay qoladi. Onun boshqani bilmayman, mana yerda ofisga kirib ne qilish kerak ekanini bilmayman men, biznesni tushunmayman misol. Shu yerda ozmazdan bo'lib qolasın-da, shu. O'qish kerak uka. To'g'ri aytasiz, o'zi qancha yildan beri taksi qilasiz? Men 30 yil bo'ldi. 30 yildan beri nega yetishdingiz? 30 yıldan beri bir her 10 yılda yepte, özüm yepte albayım, baldarım pul koşup maşina almıştım. Sol. 6 tane maşina mindim. Özünüz alaq tutib jurayotgansiz. Alaq tutib jurasiz da. Reysden kelsen bir şantangda bir 5-10 bin pul bolat. Ana noyak bir yaka bekitip yükledip şu uydagilerden hem neme kılıp barıp maşinayla ondoysun. Şol, ondan başka iş koyaysın. Ustakanaga barasın maşinayı. Gerekirse kelmeydim, qarız olup gelesin şu ustakanada. Oo. Zapçasan, qarız olup gelesin. Erkek çay iç gerek, hazır ne? Ülke oqsoqolning so'zini uqaver. 1700 so'm qarzım var ana bacalarda.